o'pkangizda balg'am, yo'tal-po'tal hammasini chiqishini ko'rsataman. Ibn Sino kitobi. Baqirtirib chiqaradi. Ya'ni ichkaridagi har qanday iflos narsalarni ham. 200 gram sut bir qaynatib oling. Sutni quyib olamiz. Issiqqina sutni. Ana endi ijodni boshlaymiz. Yarim choy qoshiq kurkuma. Bak, soldingiz. Tasavvur qildingiz? Soldingiz ozroq. Endi asal solamiz ozroq. Vo, asal solamiz. Xo'p, deng. Soldingiz. Qarang, kurkuma, asal, ozroq qora murch. Ko'p emas, ozroqgina. Vo, soldik-a. Qaranglar. Vo, soldingiz. Endi bo'lsa sariyog' qo'shamiz. Sariyog'. Vo. Aralashtiring, iliqqina bo'lsin. Ichiga ofat. Ozroq imbir ham qo'shamiz. Mana senga deb, tamom. Voy, erta va kech qurun. Iching bitta. Bismillah, o'ng qo'lim. Вообще zo'r narsa. Ichib ko'ring. Bundan tashqari yana bitta video qo'yaman. Вообще zo'r. O'pkadagi, yana qaranglar-da, vaqtimiz bor-a. Qani, kundur yelimi haqida o'pkadagi bor narsani chiqaradi. Ya'ni silikoz. O'pkadagi balg'am baqirtirib chiqaradi. Qilib ko'ringlar, aytasizlar, yo'tal-po'tal. Immunitet. Zo'r narsa bo'ldi. Ichinglar. Ertalab kechqurun yosh bolalar ham ichsa bo'ladi. Ayting. Xo'p, rezultatini. Xo'p, deng.